hammaga. Bugun biz AMK o'ynaymiz. AM degan o'yin bu juda ham odamni o'zingizga bog'liq qilib yuboradi deyishgan ekan. Yodda tuting deb. Hozir bitta bo'lsa qilmasak akalar nasu mana shunday boshlanadi o'yin. Dying Grab Play. Lekin qo'rqishga tayyor turish kerak. Men mana edi ultra binafsha nur qo'yaman. Yo'q dedim-ku, xlos. Nima so'rayapsan mendan? Men yaxshi yashayman. Dunyoning oqmi yo'qi? Oq. Dunyoda ham yolg'iz bo'lib qolasan deyapti bu o'yinni o'ynasang. Nima uchun? Aytchi. Yoppanasi. Men nimaga faqat omadsizman? Nimaga meni odamlarim qo'noq deb aytishmaydi? O'zi men nima uchun bunaqaman? Shunchalik yetakmanmi yo ahmoqmanmi? Afsus. Nimaga shunchalik dunyoga? Men o'zim nima? Yo deyapti faqat Jordan. Mana shuni kino qilib yaratgan odamlar aytsin. Sen rostdan ham o'ynaysanmi? What the fuck is this? Qayerdakilar? Yoppanasi. Nimaga sen kech kelding? Shunchalik ahmoqmisan, a? Nima? Sen shunchalik ahmoqmisan? Tertak ahmoq. Yo'qol. Boshqa uyga kelma. Ya'ni sen umuman bizni oilamizda yo'qsan. Shundaymi? La'natli. Nima dedi? Rostdanmi? Yo'q, parasati. Nima menga baqirib ketgan? Biroz yetib yo'qolsa yaxshi gaplarni aytib ketardi. Bu o'yinlar orqasida babalabonni xavfsiz. Meni ham oilam yomon ko'rib qochib ketib qolishganda. Mayli, men bu yerda nima qilsam ekan deyapti. Yo'q, parasati. Nima qilsam ekan? Yo boshqa narsami? Mayli, qani ko'raylikchi. Chiq ekan. Bilaman, faqat shu chiqqanimda o'ynaysanmi? Bu o'yin yomon, seni xafa qiladi. Dadang urushganmi? Nima yo'qol? Oying sendan nafrat. Beza serga qol. Nimaga menga seni oying nafratlanami deb yozgan? Pulni yebdi. Yo'q, nemislarda shunaqami ekan? Men xafa-voyman. Nimaga obuna bo'lmaydi? Shunga xafa bo'lganman. Oilam yo'qmasdan. Ready? Yo, what the fuck is this? Tepaga chiqib ko'raylik jonim. Men kachala uchib o'tiribman, kachala. Nima uchun men faqatgina odamlarimni yo'qotganman?
Bu dunyoda endi menga hech kim tanish emasday. Boshdan nimagadir asab qilib boshlayapti. Mana nimaga seni yo'q mana. Seni oying nafratlan. Yo'q bunlar. Mana sendan oying nafratlanadi. Afsuslayman, chaqman. Ucholmayman. Nimaga uchishni xohlaydi bu? Buni aytmayman. So'kinish ekan. Tarat. Bu yerda ham bir-birlar deb jimillaydimi? Tarat. Tur yana bu ham yo'qoladimi? Men nimasi so'rayy. Nima? Nimaga hech qachon mensiz? Kim sensiz? O'ylang yani. Demak yana qandaydir nafratlanmagan so'zlar bo'lganmi? Yolg'izlik so'zlarimi? Ikkita bola qarab turibdi-da bir-biriga. Demak yolg'izlik so'zlari bo'lgan. What the fuck, nima qilganman men unga? Meni hamma odamlar yomon ko'radi. Mendan nafratlanishadi. Men nimaga shunday vaqtda hayotda hamma narsada erisha olmayman hech baloga? Bilmasam. Ko'tingda artmagansan-da? Yo'q, ko'tingda yurmagansan. Yana yo'qolib ketyapti. Afsus, men umuman omadsizman. Hamma odamlar o'zimdan yo'qotaman. Bu survival nima uchun bizga hech qachon omad kelmaydi bolalarga ham. Menga omad kerak, uka. Asab buzmi? Keyin yana pushkanba. Ahmoq qilgan do'stlari demak. Odamlardan mendan nafratlanadi, meni ahmoq qilishadi deydi-ku boya. Yop parasida qayerga ketyapsan? Shunaqa muammolar kimda bo'ladi? Sen bizdan ahmoqsan. Ahmoq. Sendan nafratlanaman. Sen yomonsan, ahmoq. Sen umuman yomon bo'lib ketibsan. Men hech balo qilmadim-ku, ahmoq. Keyingisiga shundan ahmoq deydi-da, ahmoq dedi. Dankim buyog'iga shundan nimadir deganda. Men nimagadir odamlar yaxshi ko'rgan narsalarni bilmayman. Chunki men unday emasman. Men har qachon yiqilaman. Zanjirband bo'lib. What the fuck is this? Zanjirband deyapti. Menda zanjirlar bor-da, zanjirbandman deyapti. Amman joylarga bordik, faqat bitta joy qoldi. Mana ham yo'q, bu yoqqa borib keldik. Endi yangi yo'lga boramiz. Yangi yo'lga chiqamiz akalar. Nima bo'larkan-a? What the fuck is this? Bu eslayapti boya ko'rgan narsalarim. Endi uni qaytarishim kerak. Munchasida yuraversan, biz yarim minutlik videoni oldi. Nima? Sen yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. Sen uxlagansan-ku bu dunyoda. Sen nima? Menmisan? Yo'q, men sen emasman, boshqaman.
Men hech qachon odamlarni yomon ko'rmaganman. Undan umuman yaxshi ko'rganman. Meni-chi, meni hamma yo'q. Nima? Men har doim hamma yomon ko'raman. Men yopiqmanmi? Ha, sen yopiqsan. Qarsaklar. Sen umuman hech kimga kerak emasman. Men bo'lib qolaman. You come. Men chiqasan bundan. Chiqasan. What the fuck is this? Nima bo'ladi? Shuni ayting-da. Chiqasan. Yot, barasat. Sen nimaga bu o'yinga kirding? O'lasan-ku. Yot, barasat. Meni o'zi ilfari menimcha nur bo'lib yotibdi. We made it. Nomorgan perfect. Perfect bolalari. Sen nima qilding? O'qima ularni. O'qima deyapti. What the fuck? Meni ko'rib turibdi. Meni ol. Ket. Yo'q. Men senga qanolga. Yo, what's up, bro? Sen nimaga qilyapsan? Shunchalik ahmoqmisan? Yo, men ahmoq deb chaqirishdan sandingmi bular? Yo'q, men ahmoq emassan. Sen umuman tentaksan, cho'chqasan. Yo, akalar, qo'rqishni yeng. Yo, nimasi qo'rqiy? Yo, basda bizlar o'zimizni olam. Bir qadar kelgan eshik va bu yerda akalar, bu dunyoda eng kerakli narsa o'zingizni yo'qotmaslik. Bo'lmasam shunaqa olamdagiday bo'lasiz. Bu umuman hech kimga hech balo qilmagan. Yo, hech balasiz bu dunyo yaralmagan. Bu dunyo faqatgina odamlarni ko'nglini olish uchun. Kimdir yolg'iz bo'ladi, kimdir baxtli, kimdir o'rtacha, kimdir jangchi, kimdir g'azabli, kimdir oilasiz, kimdir boyliksiz, kimdirdir boy, kimdirdir oddiy, kimdirdir nimadir, kimdirdir oyday, kimdirdir quyoshday, kimdirdir Saturnday, kimdirdir oddiy, kimdirdir yomon narsalar qiladi, kimdirdir yaxshilik bajaradi, kimdirdir o'rtachalik bajaradi, kimdirdir hech qilolmaydi, kimdirdir biron narsasini yo'qotadi, kimdirdir biron narsasini topadi, kimdirdir hech bir narsasi yashaydi, kimdirdir nimadir qiladi, kimdirdir hech balo qilmaydi. Yo'q, hammasi kimdirdir. Bu dunyoda hech kim yolg'iz emas. Shunchaki bu yolg'izlar uchun yaratilgan o'yin. Buni faqatgina yolg'izlar bu o'yinni tushuna oladi. Bu o'yinni tushunish uchun juda ham ko'p vaqt ketadi. Chunki faqatgina yaxshi ko'rganlargina tushuna olmaydi. Yo, meni chiqishimni so'rayapti. Lekin akalar, o'yin yomon zo'r bo'ldi. Meni ataylab o'tvordi o'yin. Yo, keyingi o'yinga o'tishimiz uchun mana asablik dunyosi degan o'yin. Yo'q, bu yog'i hech kimsiz ketadi. Akalar, bu yog'i hech kimsiz ketadimi? Ikkinchi qismda olamiz. Hammaga xayr.